Assalomu alaykum, qadrli obunachi. Bugungi videoroligimiz Betwinner mobil ilovasida ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng shaxsiy profilingizni xavfsizlik va tezkor to'lovlar uchun to'liq to'ldirishga bagishlanadi. Jarayonning har bir maydonini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda ilovaga kiramiz. Ilova yuklanish jarayonida ekranga diqqat qiling va asosiy sahifa paydo bo'lishini kutib turing. Navigatsiya qismiga o'tamiz. Ekraningizning pastki qismida joylashgan tugmalar qatoridan menyu bo'limini tanlaymiz. Bu sizning shaxsiy sozlamalar va operatsiyalar markazingizdir. Endi shaxsiy kabinet sahifasiga o'tish uchun balans ko'rsatilgan yuqori panelga diqqat qilamiz. U yerda shaxsiy ma'lumotlar bo'limini tanlab to'ldirish jarayonini boshlaymiz. Profilni to'liq tasdiqlash uchun ma'lumotlarni kiritish sahifasini ochishimiz kerak. Buning uchun profil ustidagi qalamchi belgisini bosing. Paydo bo'lgan ma'lumotlarni to'ldirish tugmasi bizni kerakli maydonlarga yo'naltiradi. Keling, asosiy shaxsiy ma'lumotlarni kiritishga kirishamiz. Bu yerda kiritilayotgan barcha ma'lumotlar sizning pasport yoki ID kartangizdagiga aynan mos bo'lishi shart. Familiya Alisherov. Ism Alisher. Otasining ismi Alisherovich. So'ngra tugilgan sana maydonini taqvimdan tanlash orqali aniq belgilang. Bizning misolimizda bu 2001 yanvar. Shuningdek, tugilgan joyini ham kiritamiz, Andijon. Keyingi bosqich yashash joyi ma'lumotlarini kiritish. Ro'yxatdan viloyatni, masalan, Andijanskaya oblini tanlaymiz. Keyin shaharni tanlaymiz, Akaltin. Va ro'yxatdan o'tish manzilini to'liq kiriting. Bu manzil hujjatlardagi manzil bilan mos kelishi muhim, Paxtaobod 77 uy. Nihoyat, eng muhim qism hujjat ma'lumotlarini kiritishga keldik. Bu bosqich ayniqsa diqqat talab qiladi. Hujjat turini natsionalnoye udostovereniye, ya'ni milliy guvohnoma deb belgilang. Endi hujjatning seriyasiga AI va raqamiga 123456 kiritiladi. Berilgan sanasini, misol uchun 2018 yil 1 yanvar deb belgilaymiz. Va oxirgi maydon kim tomonidan berilganligini yozamiz, Andijanskiy Gov. Barcha maydonlarni diqqat bilan to'ldirib bo'lgach, ma'lumotlarning to'g'riligiga ishonch hosil qiling, chunki keyinchalik o'zgartirish qiyin bo'lishi mumkin. Endi pastdagi saqlash tugmasini bosamiz. Ekranda ma'lumotlar muvaffaqiyatli o'zgartirildi degan tasdiq xabarini ko'rasiz. Tabriklayman. Endi akkauntingiz to'liq ro'yxatdan o'tgan va profilingiz to'ldirilgan holatda turadi.